The Dubbing eng so'nggi animelar. Men Renato Di Rubini, Rubini qirolligining birinchi shahzodasi. Shu ondan boshlab unashtiruvimizni bekor qilindi deb e'lon qilaman. Hammasi unashtiruvning kutilmaganda bekor qilinishidan boshlandi. Rubini qirolligi, poytaxt. Annavaziya xonadonining aravasi yetib keldi. Mimi, Ayda. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Ko'rinishing yaxshi, Mimi. Menimcha 2 yil bo'ldi. Seni juda ham sog'indim. Gersog Ametis, vasiyim bo'lishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Otam sizga salom yo'lladilar. Lady Maria, qarorgohga xush kelibsiz. Aha, Xonim, iltimos, odobli bo'ling. afsusdaman. Meni ma'zur tuting, Gersog Ametis. Maria xonim, buni ko'ngilga olmang. Sizni ochiq ko'ngilligingiz o'tmishda Aida ko'p yordam bergan. Ha, shundaymi? Umid qilamanki, yana hamkorlik qilamiz. Shunday bo'lsa-da, endi shunchaki oddiy gersogning qizi emas. Shuning uchun shu jihatni ham inobatga olsangiz degandim. Ilgari bo'lganidek, Aidani endi to'satdan uzoqqa olib ketib bo'lmaydi. Ota, biz hozir Rubini qirolligidamiz. Bu Mimining Muro qirolligidan farq qiladi. Bu yerda bunday qila olmaymiz. Shunchaki men sen uchun xavotirdaman, Aida. Axir sen yaqinda qirollik oilasi a'zosi bo'lasan. Yo'q, xudo, ota. Menga ishonavering, Gersog Ametis. Aidani himoya qilish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Endi shoh hazratlari qabuliga borish vaqti bo'ldi. Lady Maria, bemalol bu yerni ham o'z uyingizdek ko'ring. Aida, qolganini senga topshiraman. Vazifamni bajara oldim. Adami boyagi gapi uchun uzr so'rayman, Mimi. Hech qisi yo'q. Eng muhimi, sen Rubini shahzodasiga turmushga chiqyapsan, to'g'rimi? U qanday yigit ekan? Va qanday topishgansizlar? Ametis va Annovasi xonadonlari shunchaki uzoq qarindosh bo'lsa-da, lekin sendan faxrlanaman. Rostdan ham juda ajoyibsan. Bu shunchaki adami qarori edi, xolos. Nima? Seni his-tuyg'ularing-chi? Albatta, bundan juda mamnunman va uni rad etishga ham haqqim yo'q. Bularni qo'ysin-chi. Qani, o'zing haqingda gapirib ber-chi, Mimi. Nega aynan shu akademiyaga o'tding? Oilangga nima bo'ladi? Ular rozi bo'lishdimi? Ayda, bularni barchasi mukammal juftni topish uchun edi. Mukammal juftni? O'ylashimcha, bu haqida senga yozgan xatimda aytganman. 1, 2, 3. Mimi xonim, Mimi xonim. Yangi yosh xojamiz tug'ildi. U o'g'il bola. Ukammi? Bu Sanukin, Mimi. O shunchalar yumshoq va issiqqina. Nihoyat farzandlik bo'ldim. Endi mening ham vorisim bor, nihoyat. Mimi, borib o'zingga er top. Faqat ehtiyot bo'l. Iloji boricha mukammal qilib tanla. Yo, tavba. Hech bilmagan ekanman. Buni eshitib xafa bo'ldim. Xafasan? Nega? Annovazi xonadoni vorisi bo'lish uchun qattiq tayyorgarlik ko'rganding. Shundaymi?
Shuncha o'qish, mashqlar va og'ir mashg'ulotlarni oddiy aslzoda xonimlar hech qachon qilmaydi. Hoy, qo'ysang-chi. Ayda, men ularni befoyda deb aytmagan bo'lardim. Voris bo'lmasam ham, ular baribir hayotimda asqotadi. Odatda oila vorisligiga doim erkak kishini tanlashardi. Lekin o'sha vaqtgacha hamma jigarim qiz bola edi. Shu bois tanlov menga tushib qolgan. Sen shunday deysan-u, lekin ana vazifxonadoni rahbari bo'lish hech qachon orzuyim bo'lmagan. Agar Teo munosib voris bo'lsa, bundan juda ham baxtiyor bo'lardim. Hamma xursand, demak hammasi yaxshi. Buni faqat sen qila olasan, Mimi. Merosxo'rni shunchaki tekinxo'r singlisi bo'lib o'tira olmayman. Shuning uchun ham o'zimga munosib umr yo'ldosh topishim kerak. Lekin nega uni o'z qirolligingdan qidirmaysan? Shuni ver harakat qildim. Lekin barcha munosiblari allaqachon band ekan. Ehtimol men unchalik ham mashhur bo'lmaganim uchundir. Qo'ysang-chi, unda emas. Yana ovoz chiqarib gapirib yubordimmi? Eski odating hali ham yo'qolmabdi. Xullas, munosib er topish maqsadida o'qishimni shu yerga ko'chirdim. Yaxshi inson topishingga umid qilaman. Xo'sh, endi esa kel senga Qirollik akademiyasini tanishtirib chiqaman. Aha, juda ham mamnun bo'lardim. Bu ilgari qirol farzandlari uchun ta'lim muassasasi bo'lgan. Ammo oxirgisidan oldingi qirol shunday qaror qilgan. Aslzodalar ham bu yerda tahsil olishsa yaxshi bo'lardi deb. Aslzodalar yoshligidanoq bir-birlari bilan tanishib olgani yaxshi. Tushunarli. Hamma senga yaxshi muomala qilayotgani shahzodaga unashtirilganing tufaylimi? Balki hammasi ham emasdir. Salom Aida. Bu yangi kelgan talabami? Aha, shunday. Uni tanishtirishga ruxsat bering. Bu Mariya Annovasi. O'sha tanishganimdan xursandman. Mimi deb chaqiravering. Shahzoda Placido. Shahzoda? Demak, haligi hazrat oliylari. Meni shunchaki Placido deb chaqirishingizni istardim. Tushunarli. Demak siz Mimisiz. Tanishganimdan xursandman. Aida doim siz haqingizda gapirardi. Rostdanmi? Unga eng yaqin do'stim ekanligingni aytgandim. Siz Aida betob bo'lib sog'ayotganda tanishgan o'sha xonimsiz, to'g'rimi? Lekin eshitishimcha, Aida o'shanda o'g'il yoki qizligini ajrata olmay boshi qotgan ekan. Hazrat oliylari. Bu rost. O'shanda hali ko'ylak kiyishni ham bilmasdim. Rostini aytsam, hozir ham qiynalyapman. Mimi. Siz men kutganimdan ham ortiq ekansiz. Aidaning eng yaqin do'stisizda. Haligi u qadar bo'lmasam ham, Aida barcha xonimlar ichida eng yaxshisi. Shunaqami? Uni ilk bor uchratganimda Aida menga kashtan otgan edi. Hattoki tikanli qobig'i ham bor edi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Chunki siz meni och ko'z va mechkay deb haqorat qilganingiz uchun shunday qilganman. Unga 10 yildan oshdi-ku axir. Sizdan buni kutmagandim. Aydana tug'ilganidanoq mukammal va latofatli xonim bo'lgan deb o'ylardim. Ho, yetar. Demak, shunaqa degan. Nima maqsadda kelganingni tushundim, Mimi. Munosib zodagonlarni izlashda yordam beraman. Rostdanmi? Katta rahmat. O, aka. Meni eshitmadimi? Shu yerda tur, hozir kelaman. Shahzoda Renato keladi deb o'ylamayman. Afsuski, sizni akam bilan tanishtirmoqchi edim, lekin ketib qoldilar. Akam hozir band ekanlar. Tez orada u yana band bo'ladigandek tuyulyapti. Xullas, akam mendan ancha qobiliyatliroq. Ammo uning o'jar tomonlari ham bor. U o'ta talabchan va ishga mukkasidan ketgan. Men borib akamga yordam bera qolay. Xizmatkorlari ham ulgurmayapti. Yana ko'rishguncha, Mimi, Aida. Akademiya sayohati uchun shuni o'zi yetadimi? Ha, men tayyorman. Meni kechirasan. Nega bu yerda bunday shovqin-suron qilyapsizlar? Iltimos, uni kechiring, Eleonora xonim. Uni o'rniga men uzr so'rayman. Shahzodani qaylig'i kechirim so'rayotgan bo'lsa, menda boshqa iloji yo'q.
Agar seni kechirmasam, hamma meni yovuz qilib ko'rsatadi. Bundan buyon ehtiyot bo'lganing ma'qul. U qanday qilib bunchalar kuchli? E'tibor berma. Eleanor xonim ba'zan shunday gapirib turadi. Tushunarli. Xohlamayotgandek ko'rinayotgan bo'lsa ham meni kechirdi. Ayda shahzoda Placido bilan yaqin ko'rinadi, lekin u qaylig'i emas. Demak, u shahzodaning akasi shahzoda Rentaroga unashtirilgan, shundaymi? Lekin negadir u xursand ko'rinmayapti. O'zimga munosib turmush o'rtoq qidirishim kerak. Buning uchun harakat qilishim kerak. Mayli, bir gap bo'lar. Telegramdagi Meduza Dubbing kanalidan uzoqlashmanglar. Eng yangi qismlar faqat bizda. Ada, oyi, ahvollaringiz yaxshimi? Kelganimga ham 2 oy bo'pti. Menda hammasi joyida. Ayda menga juda ham yaxshi qarayapti va yangi do'stlar ham orttirdim. Kuningiz yaxshi o'tsin. Lady xonim, eshitishimcha Pandavislar xonadonida turayotgan ekansiz. Anovatchi xonim, bugun boshmisiz? Angechar xonim, Aida qayerda? Menimcha ular yaxshi niyatda aytishgan. Yigit topishga kelsa, hali biroz vaqt oladi deb o'ylayman. Hey, Mimichan. Ha? Janob oliylari. Aida qani? U siz bilan emasmi? Kechagi oqshomdan beri biroz isitmasi bor edi. Shuning uchun afsuski, u ba'zimda qatnasha olmaydi. Tushunarli, bu tashvishlanarli. Shundaymi? U haqida qayg'urishingizni bilgandim. Albatta qayg'uraman-da. Haligi Lady Maria Annavasi, men Placido di Rubini bilan raqsga tushasizmi? lekin men hali raqsga tushishni bilmayman. Sizga xalal berib qo'yishim aniq. Xavotirlanmang. Muhimi, ko'nglingiz yozilsin, Mimichan. Xo'p bo'ladi, hazrat oliylari. Mana shu bo'lsa kerak. Mashg'ulotlardan keyin qornim rosa ochdi. Sendek do'sti borligi uchun Aida juda omadli. Aslini olganda Aida sizlarnikiga borishiga sabab aslzodalarcha ta'limdan charchab, siqilib qolgan edi. Menimcha, bu safar ham xuddi shunday bo'lmoqda. Buni bilmasdim. Men Aidani doim faqat og'ir bosti qiz deb o'ylardim. Faqat uning yonida bo'lishingiz ham unga katta yordam beryapti. Albatta, Aidani himoya qilish uchun har narsaga tayyorman. Buni eshitish yoqimli. Agar sizlar bitiruv kechasida debyut qilsangiz, balki o'shanda kayfiyat ko'tarilar. Bitiruv kechasidami? Bizdan 1 yil katta o'quvchilar yaqinda o'qishni bitirishadi. Hamma shahzoda Renatoga ko'z tikib qo'yganiga ishonchim komil va biz kabi o'quvchilar ham kechada ishtirok etishi mumkin. Bu ancha dabdabali ziyofat bo'lsa kerak. Bugungi ziyofat ham ajoyib o'tdi. Qancha xohlasam shuncha go'sht yedim. Buni eshitganimdan xursandman. Qolaversa shahzoda Placido ham juda samimiy ekan. Ha, shundaymi? Aytgancha, Aida sen. Yo'q. Hech qisi yo'q. Xo'sh, ha mayli. Ba'zimda o'z vazifamni bajarib, o'zimga munosib juft topaman. Unday bo'lsa, og'zingga kelgan har gapni shart aytib yubormagin. Aha, ehtiyot bo'laman, Aida.
Endi men Aydadan aslzoda xonim bo'lish saboqlarini olar ekanman. Shahzoda Plastido meni kim bilandir tanishtirishini kutyapman. Teo, odam oyim va opalarimni gapiga quloq solgan. Ehtiyot bo'l. Tayyor. Tayyormisan, Mimi? Sochlaring xuddi kuzgi bug'doy hosilidek tovlanyapti. Sarg'ish sochlaring ham xuddi shunday mayin va yaltiroq. Haligi chiroyli tillaring, tilla oltindek. Rahmat. Bazmdan qaytgach, til o'rganishni boshlaymiz, xo'pmi? Xo'sh, mana tugatdik. Qani endi ketamiz. Nega bazmga Shahzoda Rentaro bilan bormayapsan? Sen uni qaylig'isan-ku, to'g'rimi? Hazrat oliylari juda ham bandlar. Ha, shunday bo'lsa kerak. Axir u valiahd shahzoda-ku. O'rningda bo'lsam, nima qilib bo'lsa ham u bilan uchrashishga harakat qilardim. Mimi. Nima bo'lyapti? Bu Eleonora xonim oilasini aravasi-ku. Eleonora? Ha, o'shani to'qnashib ketgan ayolmi? Eleonora xonim, nimadir bo'ldimi? Meni tinch qo'ying. Agar biror muammo bo'lsa, nima gapimni eshitmadingmi? Senga tayanish niyatim yo'q. Ayda. Unda ma'zur tutasiz, biz keta qolamiz. Ular rosa ham yaxshimikan? Seni mana shu jihatingni yoqtiraman, Mimi. Sen ham hech kimni yomonlamasliging menga ham yoqadi. Rahmat. Bu yerda odam juda ham ko'p ekan. Anavi kishi Guyi Xars qiroligining vaziri emasmi? Shunda odam ham bazmga keldimi? Odin ham shu yerda ekan ayda. Birinchi shahzoda Renato va ikkinchi shahzoda Placido yetib keldi. Ular har doimgidek kelishgan. O'qishni bitirgach, Shahzoda Rentaro valiahd shahzoda deb tayinlanadi, shundaymi? Uni hatto qo'shchi bo'lishi ham go'zal. Shahzoda Placido ham juda yoqimtoy. Nega Shahzoda Rentaroga uni qallig'i bo'lmagan ayol hamrohlik qilyapti? Ayda xonim, nega siz unga hamrohlik qilmayapsiz? Eleonora xonim yana unga yopishib olibdi. Bu uni qallig'iga nisbatan hurmatsizlik-ku. Odamlar Shahzoda Rentaro bilan munosabatingiz yaxshi emas deb o'ylashyapti. Sizga juda achinmayman. Biror tashvishingiz bo'lsa, biz tinglashga tayyormiz. Ayda, chanqadim. Kel tashqariga chiqib biror narsa ichamiz. Hali yana so'ramoqchi bo'lgan gaplarim bor edi. Rahmat, Mimi. Ular qandoq qilib bundoq g'alati savollar berishyapti o'zi? O'zlarini xonim deb atashlariga haqqilari yo'q. Mimi. Hamma Shahzoda Rentaro bilan tanishishni xohlaydi. Shu sababdan tabiiyki men haqimda ham bilishni xohlashadi. Lekin ularning g'amxo'rligini, samimiy yoki yo'qligini o'ylash charchatmaydimi? Ba'zan shunday. Men faqat ko'nglimdagini aytaman, shuning uchun mendan xavotir olma. Shunaqa bo'lsa ham, gapirishda biroz ehtiyotkor bo'lishni o'rgan. Xo'p bo'ladi. Shahzoda Rentaro, u Eleonora xonim bilanmi? Nimalar bo'lyapti? Eshitishimcha ularning aravasi buzilib qolgan ekan. Shunga hazrat oliylari uni o'zi bilan olib ketyapti. Lekin Aydani yordamini rad etgandi-yu. Nima bo'lyapti o'zi? Ko'zlarimiz to'qnashdi.
U bu yoqqa kelyapti. Mimi, Bizni ko'rganingiz bu ishni osonlashtiradi. Lady Aida Ametis. Men Rubiniya qirolining birinchi shahzodasi Rento di Rubini. Men shu ondan e'tiboran unashtiruvni bekor qilaman. nega bu shahzoda Ayda bilan unashtiruvi buzilganini menga aytyapti? Akajon, bu nima deganing o'zi? Menga tushuntirib ber. Placido, seni aldashyapti. U mening Eleonora xonim bilan munosabatlarimga hasad qilib, orqamizdan yomon gap aytgan va unga azob bergan. Hazrat olilari, u anavinisi. O'z nufuzidan foydalanganlarni men hech qachon kechira olmayman. Iltimos, tinchlaning akajon. Aida hech qachon bunaqa ish qilmaydi. Afsuski Placido, xizmatkorim surishtiruv o'tkazdi va hamma dalillarga ega. Endi bahona qilib qutula olmaysan. Qirollik akademiyasidan haydalishingni va hoziroq Eleonora xonimdan uzr so'rashingni talab qilaman. Nima bu unashtiruv bekor bo'ldimi? Nima bo'lyapti o'zi? Endi nima qilaman? Aydani himoya qilish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Unga seni eng yaqin do'stim ekanligini aytganman. Xoli hazratlari, nima qilayotganingizni bilasizmi o'zi? Ha, albatta. Yo'q, hammasini noto'g'ri tushunyapsiz. Mana ismi Mariya Annovasi. Qaylig'ingiz Lady Aida ana u yerda. Hozir qilishingiz kerak bo'lgan yagona ish borib ko'zingizni sotib olishdir. Telegramdagi Meduza Daping kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Eng yangi qismlar faqat bizda. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Eng yangi animelar ham bizda. 私の名前はマリーア・アンノバッティ。ミミって呼んでね。なぜマリーアの愛称がミミなのかってここでは語れない秘密があって。待っ